Seni tanimaydigan bir kishi uyiga taklif qildi. Shart boraverma birodar. Bildirmasdan teshir. O'zingiz tanimagan, bilmagan joyga taklif qilingan paytda bir qator surishtirib, tekshirib qo'yish kerak. Kim bu, nimaga chaqiryapti, qanday odam, biror bir makr hiylani bir xavfi yo'qmi? Mana qarang, bir kishi uni dushmanlar unga makr qilmoqchi bo'lishda, falon joyga, falon vaqtga taklif qilishdi. Falonchi hovliga. Chaqirilgan odam aytilgan joyga, aytilgan vaqtda bordi. Uyga kirib boraverasiz deyishgan edi. Eshik ochiq bo'ladi dedi. Shunda kirib boruvdi, kichkinagina bir qizcha bor ekan. Buni dushmanlari poylab turishdi, shart ustiga bostirib kirdida, mana deydi, falonchining uyiga deydi, bostirib kirib falonchining kichkina qizi bilan turgan ekan deydi. Nima bo'ldi? Soddaligidan, go'lligidan, odamlardan ehtiyot bo'lish uchun ozgina yomon gumon qilmaganligidan makrga tushib qoldi, qopga tushib qoldi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu aytardiki, men makkor emasman, lekin makkor meni oldi olmaydi. Musulmon odam sodda, musulmon odam go'l, musulmon odam keldi kallaylarga. Musulmon odam go'l bo'lmaydi. Yomon gumon bilan odamlardan ehtiyot bo'lgin. Ya'ni yomonligini ham bir o'ylab qo'ygin degani. Yo'q, yomon gumon qilib bo'lmaydi. Gunohkor bo'lamiz. Unaqa emas ekan. Ehtiyotkorlik uchun yomonligini ham o'ylab qo'yishlik kerak.